Biza bo'lmasa future continuous zamonini o'tishni boshlaymiz. Future continuous zamoni kelasi davomiy zamon hisoblanadi. Uni strukturasi, ya'ni yasalish formulasi mana shu tarzda bo'ladi. Xo'p, bizada birinchi pozitiv shakli subject plus will plus be plus verb ing plus object. Misol uchun, I will be writing tomorrow. Men ertaga yozayotgan bo'laman. O'zbekcha formati. Xo'p, keyingi gapimiz negativ holatda bo'ladi. Subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object. Misol uchun, she won't be swimming tomorrow. U ertaga suzmayotgan bo'ladi. Sizlar bu yerda nima uchun won't bo'lganiga hayron qolishinglar mumkin. Bizada will hamda not qo'shimchalari want so'zini beradi. Buni will not qilib o'zgartirsa ham bo'ladi, want tursa ham bo'laveradi. So'roq formatiga keladigan bo'lsak, will plus subject plus be plus verb ing plus object. Misol uchun, will he be running tomorrow? U ertaga yugurayotgan bo'ladimi? deb savol berish mumkin. Xo'p, keyingisi when and where do we use it? Qachon va qayerda ishlatamiz? Birinchi holati, agar kelajakdagi ish harakatimiz qisqa vaqt davomida birinchisidan ikkinchisiga o'tsa, biz future continuous zamonini ishlatishimiz mumkin. When you come tomorrow, I will be playing football. Qachonki ertalab kelsang, men futbol o'ynayotgan bo'laman. Ikkinchisi, agar ish harakatimiz kelajakda aniq bir vaqt mobaynida sodir bo'layotgan bo'lsa, biz future continuous zamonini ishlatishimiz mumkin. Misol uchun, at 9 o'clock tomorrow they will be watching TV. Ertaga soat 9da ular televizor ko'rayotgan bo'ladi. Televizor bizda xato ketibdi. S emas, Z bo'ladi. Xo'p, uchinchisi, agar biz kelajak haqida muloyimlik bilan savol bermoqchi bo'lsak, future continuous zamonini ishlatamiz. Misol uchun, how long will you be staying here? Siz bu yerda qancha vaqt turmoqchisiz? deb savol berishimiz mumkin. Xo'p, keyingi to'rtinchi signalimiz, agar bir nechta ish harakat kelajakda bir vaqtda sodir bo'layotgan bo'lsa, biz future continuous zamonini ishlatishimiz mumkin. Misol uchun, I will be playing football and my mother will be cooking dinner. Men futbol o'ynayotgan bo'laman, onam esa kechki ovqat tayyorlayotgan bo'ladi. Hop, biza keywordsga keladigan bo'lsak, keywords, key bu kalit, words bu so'zlar. Keywords kalit so'zlari. Bo'lmasa birinchi kalit so'zimiz next week, keyingi hafta. Next year, keyingi yil. Next time, keyingi safar. In the future, kelajakda. At 7 a.m. tomorrow, ertaga soat 7da. At this time next Tuesday, keyingi seshanba shu vaqtda. At this time tomorrow, ertaga shu vaqtda. Hop, biz future continuous zamonimizni tugatdik. Sizlarga bu zamon qiziq bo'lgan bo'lsa, keyingi safarlarda xuddi shunday qilib sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyingi safar nima mavzu o'tishimizni kommentda yozib qoldirishingizni so'rayman. Siz bilan ko'rishguncha xayr deb qolamiz.